Assalomu alaykum. Sakurani orqasidagi domdamiz. 5 yil bo'ldi, simini tashlab ketdik. Endi mana shitlarini tayyorlab beribsiz. Avtomatlarim ash paytda qo'yilgan avtomatlarim. Ash paytda Chintda uzoqlari yo'q edi. Topish bera olmagan qisqasi. Bor edi-ku, topish bera olmagan. Shunda CNC-ligini qo'yib bergan ekanmiz. Olgan ekanmiz. Shularni qo'yib qo'ydik. Переключатель faz olgan ekanmiz ash paytda 50 amper 3 pi avtomat Chintga, bu ham Chint bekitib qo'ydik, nimasini yozib qo'yamiz mana yeriga. Nima qiladi? Mo katoliki avtomat. Bu 32 amper. Bular hammasi 16 amperdan bo'lyapti. Ikkita uzovga bo'lib qo'yildi. Bu yerda bo'layotgan ishlar shularni kabellarini tashlab tayyor qilib qo'ygandik. Bu domofonga mana monitorli bo'ladi, mana bu yog'ishlari tayyor qilib qo'yganmiz buni ham. Sanuzel hammom kechasi ham tayyor bo'lyapti. Pasvetkalarni ham tashlab qo'ydik, tayyorlab. Adelshilar qiylanmasin deb adelka qilishganlar falan. Chiroyli ko'rinadi. Tuvoletlari. O Shokir aka Adelshi, Mo'tadil usta mana Shokir aka. Nomerlarini tashlab qo'yaman, aloqaga chiqarasizlar, yaxshi usta. 1 oy kutdik mana shu akamizni, 1 oy mana shuni qilib berish uchun. Oshxonasi, kuxnyasi. Mana ikkita katol bo'lyapti, 9 kilovatli, bitta gazli katol. Mana 5 yil avval qa'dadir yorilib ketgan ekan, to'g'rilashib qo'yishyapti mana. Tayyorlar. Televizor, razvedka ключатор, hamma zazimlinali uzoqlar qilib tayyorlab qo'yib qo'yganmiz. Yashab ketgan. Mana endi yangilik, buni ideya qilib berdik, mana shu yerga ikkita relis tashlab ketaylik deb chiroyli qilib qo'yib beramiz. O'rtaga bir neobычныйdan bir lyustrami, bir svitilniymi nimadir qo'yib qo'yamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Adelshi kerak bo'lsa, Adelkani o'ta mo'tadil ustasi, mana Shokir akam katta usta, yaxshi usta. Biz yomonini, yaxshisini taklif qilaveramiz. Yomonini taklif qilmaymiz, mana hammasini pasvetkalarni qo'yib berdik. Xudo xolasa tayyor bo'lyapti.